Ko'pchilik uchun foydali ma'lumot. Mana bu yuqoridagi 12 metrli konteyner. Bu konteynerga maksimal 27 tonna yuk ortiladi. Pastdagisi ko'ryapsiz, buni yarmi 6 metrli. Bunga ham maksimal 27 tonna ortiladi. Hozir mana shu konteynerda 6 metrlida bundan kichik yarmini tashkil qilsa-da 27 tonna yuk ortilgan. Nima ortilgan deb o'ylaysiz? Hozir ochib ko'ramiz. Juda ham kerakli bo'lgan ekskavatorning silindrlari. Juda ham og'ir. Bu silindrlarni karada ko'tariladi. Juda ham og'ir. Ko'ryapsiz, hisobda cheklanmagan miqdorda. Konteynerni yarmini tashkil qilyapti. 6 metrli, lekin mana shu hammasi 27 tonnani tashkil etadi. Bu yerda ekskavatorning arm silindri, bum silindri va boshqalari bor. Oddiy misol modellardan IW145, R140W deysizmi? Mana DX140, R300 va R210 boshqalar. Hisobda bu yerda mini ekskavatordan boshlab 300 tali ekskavatorlarni eng asosiy qismlaridan biri silindrlari mana yangi upakovkada keldi. Cheklanmagan miqdorda kelishilgan holatda O'zbekiston va qo'shni davlatlarga qisqa muddat ichida yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, endi bu 27 tonna yangilikka albatta like bosib qo'ying. Ekskavator haydaydigan tanishlaringizni ulashib qo'ying. Mana xavotir olmasangiz bo'ladi. Yangi pachka silindrlar sotuvda bor va asosiysi bularni shitoklari, salnik va boshqa rem komplekt butlovchilargacha O'zbekiston bo'ylab Qodirxon ekskavator markazi do'konlarida sotuvda bor. Bunaqa yangiliklarni muntazam ko'rib borish uchun bizni sahifaga obuna bo'lib qo'ying.